Bu darsligimizda mahsulotlarni omborga kirim qilish hamda kirim bo'limini ko'rib chiqamiz. Asosiy oynadagi ombor harakati bo'limidan asosiy ombor bo'limiga kiramiz. Sanani tekshirganimizdan so'ng kirimlar bo'limiga o'tib, bu yerda yangi hujjat ochishlik uchun ushbu plus tugmasi orqali yangi hujjat ochamiz hamda kirim hujjatiga qo'shimcha izoh kiritish kerak bo'lsa, ushbu izoh qatoriga kiritiladi. Birinchi kiritishimizda ombor qoldiq tanlasak ham bo'ladi, saqlash tugmasi bosiladi. Ushbu oynada mahsulotlarni oson izlab topishlik uchun ushbu filtrlardan foydalanishimiz mumkin yoki izlash qatoriga so'zlar yoki qandaydir harflar bilan ham mahsulotimizni oson izlab topsak bo'ladi. Masalan, olma boshidagi harflarni kiritishimizga ushbu olma so'zi qatnashgan mahsulotlarni topib beradi. Yoki bu mahsulotimizni qizil so'zi bilan ham izlab topishlik mumkin bo'ladi. Ko'rsatilgandek. Va yana bir yo'li shtrix-kod skaner orqali yoki o'zimiz ovoldan kodlagan kodlar orqali, ya'ni kompyuter klaviaturasidagi drop tugmasi yoki bo'luv tugmasidan foydalangan holda bu oynani ochamiz va ovoldan kiritilgan kod teriladi hamda enter tugmasi bosilganda ushbu mahsulotimizni topib chiqib beradi. Mahsulot soni kiritiladi, kirim soni qatoriga va kirim narxi, sotuv narxi 1, sotuv narxi 2, sotuv narxi 3, 3 ta sotuv narxidan foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Mahsulotimiz so'mga kiritilsa, ushbu so'm qatoriga kiritiladi. Agar mahsulotimiz valyutada bo'lsa, valyuta qatoriga narxlar kiritiladi. Ya'ni biz olgan narximiz, mana kirim narxi kiritiladi. Va sotuv narxi kiritiladi. Va keyingi ikkinchi va uchinchi sotuv narxlaridan foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Ushbu izlash qatoriga bosgandan so'ng enter tugmasi orqali tovarimizni oson izlab topsak bo'ladi. Ya'ni enter tugmasini bosish orqali. Ushbu mahsulot ustiga 2 marta bosiladi yoki ushbu o'ngga, ya'ni yashil tugmani bosilgan holatda ham o'ng tarafga o'tkazish mumkin bo'ladi. Mahsulotimiz valyutada kiritilganda ushbu o'ng tarafdagi, ya'ni valyuta qatoriga narxlar kiritiladi. Bu kirim bo'limidan kartotekamizda ham yo'q, yangi mahsulotni kiritishlik uchun ushbu yangi kiritish tugmasi orqali bizni dasturimizda nomi ham ishlatilmagan yangilik mahsulotlarni kiritishlik mumkin bo'ladi. Bu tugmani bosamiz hamda yangi mahsulot nomi kiritiladi. Masalan, tarvuz donada
turini qo'shamiz. Barcha ma'lumotlar tanlangandan so'ng ushbu kirim soni kiritiladi. Bu yerda mahsulotimizni kiritganda rasm tanlashlik kartoteka bo'limi orqali bo'ladi. Bu yerda ma'lumotlarni to'ldirib, saqlashni bosib kiritib olamiz. Rasmini qo'yishlik uchun esa kartoteka bo'limiga kirib, ushbu mahsulotimizni bu yerda kartoteka bo'limida ham izlab topish imkoniyati orqali izlab topib, ushbu mahsulotimizni bu tahrirlash tugmasi orqali ochib turib, mahsulotimiz uchun rasm qo'yishlik mumkin bo'ladi va saqlash tugmasini bosamiz. Shu mahsulotga rasm qo'yildi. Endi mahsulotlarni olib kelishlikda xarajat, yo'l kira, yuk tushirish va hokazo xarajatlarni qilingan holatda dasturda bu xarajatlarni mahsulotni tan narxiga bo'lib yuborishlik funksiyasi bor. Bu xarajatlar ro'yxatiga kirib, biz mahsulotimizni olib kelishlik uchun qilgan xarajatlarni kiritamiz. Bu qaysi hisob raqamdan xarajat qilindi hamda kim orqali xarajat qilindi, nima uchun xarajat qilindi, yo'l kira yoki yuk tushirish. Misol uchun, yo'l kira uchun qo'shimcha izoh hamda xarajat turi. U naqd puldami, so'mda yoki valyutada yoki plastikda yoki bankdan surish yo'li orqali xarajat qilindi. Shular turi tanlangandan so'ng saqlash tugmasi bosiladi. Bu yerda xarajatlarni kiritishda naqd pullik, ya'ni so'mlik xarajatlar uchun alohida, valyutadagi xarajatlar uchun yana alohida qatorda kiritishimiz kerak bo'ladi. Dollarda xarajat va saqlash tugmasi bosiladi. Ushbu oyna yopilgandan so'ng xarajatlarni soni bo'yicha bo'lib yuborish, ya'ni bunda mahsulotlarni jami sonini hisoblab turib, xarajat summasini bo'lib yuboradi. Shunda hamma mahsulotga bir xil summada xarajat minib qoladi. Bu bir yo'li, mana tannarxida 12.273 so'm, 17.273 so'm. Ikkov mahsulotga ham 2.273 so'mdan xarajat mindi. Xarajatlarni narxi bo'yicha bo'lish turida ushbu tugma orqali xarajatlarni narxi bo'yicha bo'lishingiz mumkin bo'ladi. Bu turida esa 15.000 so'mga 2.941 so'm, 10.000 so'mlik mahsulotga esa 1.961 so'm summasiga qarab, soniga qarab bo'lib beradi. Bu ikki xil turi mavjud. Valyutada ham xuddi shunday hisoblab beradi. Valyutadagi mahsulotimiz bitta bo'lgani uchun ikkala holatda ham xuddi shunday bir xil summada tannarxi chiqarib beryapti. Mahsulotlarimizni kirim qilib bo'lgandan so'ng shtrix kod chiqarish oynasi bor. Ushbu oyna orqali qo'shimcha shtrix kodlarni kiritib chiqarsak bo'ladi. Hamda
chiqish tugmasi orqali hujjatdan chiqiladi va ushbu qulflash tugmasi orqali hujjat yopiladi. Hujjatda qo'shimcha Excel ilovasiga yoki qo'shimcha hisob fakturalar chiqarishlik imkoniyati mavjud. Hujjat sanasi, kiritilgan izoh, mahsulot turlari bo'yicha, summalari bo'yicha omborchi uchun topshirdim hamda qabul qildim imzolari uchun qatorlar mavjud. Va qo'shimcha Excel ilovasiga yana boshqacha to'laroq ko'rinishda ushbu ma'lumotni chiqarib beradi. Kirim bo'limimiz xuddi shunday imkoniyatlarga ega.